bu harakatni поглощение deb ayta olamiz. Nima uchun? Buni ham nima qilyapti? Shamla yutib yubormoqda. Mana stop lossga e'tibor beringlar, qanaqa qo'yaman. Mana. Обязательно shamchalarga o'tib oldim va ko'rayotgan bo'lsangiz soya ko'ryapsiz. Soyadan sal teparoqga stop loss qo'yilyapti. Shu narsani esingizdan chiqarmanglar. Ya'ni ikkinchi limitga ishladimi, tekili ham o'zgaradi. Stop loss yoki tek qo'yayotganda обязательно switchnoy grafikka o'tib olinglar. Mana bu soyalar ko'rinib turishi kerak. Xo'p, bu yerda lutchi qo'yib olganimiz yaxshi. Nima uchun? Qonun qoidalarimizga 100% to'g'ri kelmayapti. E'tibor beringlar, mana bu narsa bizga muhim. Assalomu alaykum. Uranusning YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bu yerda biz o'z jamoamiz bilan birgalikda real strategiyalar, psixologik yondashuvlar va bozorda foyda qilish uchun kerakli bo'lgan eng qimmatli bilimlarni mutlaqo bepulga ulashamiz. Bugun siz bilan Trend bo'ylab nomli strategiyasini o'rganamiz. Bu strategiya ortiqcha taxminlarsiz savdo qilishni o'rgatadi. Qat'iy kirish va chiqish qoidalari bilan ishlaydi. Eng muhimi, sizga ishonchli va sovuqqon yondashuvni beradi. Videoni oxirigacha ko'ring. Video oxirida beriladigan maslahatlar sizning savdo natijalaringizni tubdan o'zgartirishga katta yordam beradi. Aziz do'stlar, sizlar bilan strategiyamizni boshlaymiz. Strategiya bilan tanishishdan oldin biza bilishimiz kerak bo'ladigan narsa SNR, ya'ni support va resistance zonalarini aniqlab olishni bilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni hozir qisqacha qilib tushuntirib ketishga harakat qilaman. Bu yerda ya'ni bizda qarshilik zonamiz bor, resistance deb ataladi, qarshilik zonamiz. Va bunga narx kelgandan keyin harakat qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Misol uchun narx chiqib kelyapti. Chiqib keldi, mana shu imенно shu zonamizdan, ya'ni pastga qarab harakat bo'lish kerak. Ko'ryapsizlar? Ya'ni bundoq yaqinroq ko'radigan bo'lsak, A ko'rinishida, ya'ni harakat bo'lyapti. Imенно shu zonamizga kelgandan keyin qarshilikka uchradi. Bu resistance zonamiz borligidan dalolat beryapti. Endi bizda keyingi kadrimizda, ya'ni support bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuni, ya'ni pastdan ko'rinishi. Ya'ni narx tushib kelyapti va supportga kelgandan keyin qarshilik uchradi va davom etyapti, yana trend misol buyga o'zgartirib yubordi. Xuddi shu narsani biz SNR, ya'ni support va resistance zonalari deb ataymiz. Tepadan harakat bo'ladi, past kelgandan keyin xuddi shuni davom etadi, bunaqasiga ketgan bo'ladi, ya'ni SNR. Okey, buni ozgina bo'lsa ham qisman tushunib oldik. Qarshilik zonalarimizni. Xo'p, buni qisqaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, yana ham holat mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana bunaqa A yoki V resistancedan pastga uchradi, to есть pastga harakat bo'lyapti va supportga keldi, qarshilik bo'ldi, tepaga qarab ketmoqda. Xo'p, buni tushunib oldik. Endi bizga bu narsani aniqlab olish uchun qaysi time frame kerak bo'ladi? Mana bu time frame, H4 time frame. H4 time frame. Biz support va resistance-ni H4 time frame-da aniqlab olamiz. Va line chartda bo'ladi bu holat. Ya'ni liniya ko'rinishida, switchnoy emas, liniya ko'rinishida. Kelyapti, narx shu yerdan nima qildi? Qarshilikka uchradi. Bu zonamizdan biz H4 da topib oldik. H4 da. E'tibor beringlar. Endi keyingi qilinadigan ishimiz biz H4 dan boshqa time frame ga sakrashimiz kerak. Ya'ni M15 time frame ga. Sizlarga tushunarliroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, M15 time frame. Biz H4 da support va resistance topib oldik. Va M15 ga o'tdik-da, mana shu ssenariyni kutamiz, ya'ni kirib kelyapti narx. Imенно shu resistance zonamizga kelgandan keyin pastga qarab qulashni boshladi. Endi birinchi narx buzilishi kuzatilyapti va ketdi, ikkinchi narx buzilishi kuzatilyapti. Ko'rasizlar, двойной пробой закрепления, ya'ni bu yoqni ham buzib o'tdi badan bilan shamcha va bu yoqni ham nima qildi? Buzib o'tdi badani bilan. Xo'p, bizani kirish nuqtamiz 3-tochka vhoda bo'ladi, ya'ni mana bu yerda. Buni trend bo'ylab ham deb olsanglar bo'ladi, muammosi yo'q. Lekin buni line ga обязательно olib o'tishimiz kerak bo'ladi. Shammas line da ko'rishimiz kerak bo'ladi. Liniyada kelgandan keyin mana bu yerdan birinchi nima sell ga bizda bitim bo'ladi. Ya'ni xohlasanglar sell limit bilan kirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar kelgandan keyin parinku, ya'ni bozor bo'ylab sell harakatini ushlab olsanglar bo'ladi. Bu yerda birinchi bizning sell bitimimiz turibdi va undan keyingi maksimumda esa mana bu oxirgidan bitta oldingi maksimumda ikkinchi sell limitimiz turgan bo'ladi. Sell limit. Bizning stop lossimiz maksimumni har doimgidek tepasida. Stop loss. Okey, tushundik-a? Xo'p, bu yerdan agar tochka vhoda bo'ladigan bo'lsa, stop lossgacha ham o'lchanadi. Stop lossgacha ham o'lchanadi va birga bir holatda take profit qo'yiladi. Agar harakatimiz tepaga harakatlanadigan bo'lsa, ikkinchi, ya'ni limitkamizni oladigan bo'lsa,
stop lossga nisbatan xuddi shu razmerda, ya'ni sal tekimiz kichikroq bo'ladi. Lekin bu yerda ikkinchi уже sell limit bilan kirganimiz uchun biz foyda chiqib ketamiz. O'sha birga bir bo'ladi bu yerda. Xo'p, sal chizmamizni kamaytiramiz. Xo'p, yana ham tushunarliroq qilib o'tishga harakat qilaman. Xo'p, strategiyani teoriyasini yana davom etamiz tushunish uchun. Xo'p, ketyapti. Ya'ni bu H4 time frame, bu liniyamiz topilyapti. Men obязательно yozib qo'yaman va bunga kelib, ya'ni qarshilik bo'layotgan, ya'ni resistance yoki supportni biz H4 da topib olamiz. H4 da. Bunaqa holat yoki pastdan keladigan bo'lsa, bunaqa holatga uchrashimiz kerak bo'ladi. Imенно shu joyga kelgandan keyin harakat bo'lyaptimi? Mana bu ssenariy bizga qiziq. Ya'ni mana shu holatda, ya'ni qaytayotgan holati bizga M15 da. Hop. Ya'ni M15 oladigan bo'lsak, shu joyga kelgandan keyin bizga harakat mana bunaqa двойной пробой bo'lishi kerak. Birinchisi mana bu ikkinchisi ko'rayotgan bo'lsanglar. Shunday holat bo'lishi kerak. Endi e'tibor beringlar shu narsagaki, biz 3-tochka vhoda bor. 3-joydan kelgandan keyin kirishimiz kerak. Bu yerda trend liniya deb olsak ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda bunday tortadigan bo'lsa, trend liniyamizga ham to'g'ri kelish kerak. Juda ham chiroyli harakat bo'ladi agar mana shunaqa chiroyli harakat bilan trend bo'yicha keladigan bo'lsa. Hop, buni bilib oldik. Ham trend liniyamiz kerak bizga va yana kerak bo'ladigan narsa откатlarimiz bor. Mana bu yerda, ya'ni shamchi orqaga qaytyapti va bu yoqqa ketayotgan, buzilayotgan paytida поглощение bilan buzadigan bo'lsa, ya'ni yana mana chizib ko'rsataman. Mana bu holatlarda, misol kichkina svecha, bu yerda katta svecha nima qilyapti? Yutib yuboryapti. Bu birinchi sizlarda nima bo'ldi? Пробой закрепление bo'ldi va ikkinchisini harakatini ko'ramiz. Ikkinchisida ham yana mana bunaqasiga kelib, yana поглощение bo'ladigan bo'lsa, ishlab berishi yuqori koeffitsiyentli bo'ladi. Поглощение keldi va mana bu biz 3-tochkadan nima qilamiz? Sellga bitim ochishimiz kerak bo'ladi. Sellga. Xo'p, bu birinchi, ya'ni kirish nuqtamiz, mana bu esa keyingi maksimum, bu ikkinchi kirish nuqtamiz bo'lyapti. Bu yerda уже bizda nima turadi? Sell limit orderi turadi. Keyin stop loss qo'yayotganda e'tibor beringlar, switchnoyga o'tib olib, bu yerda qanaqadir soya bo'lishi mumkin. Bilasizlar, ya'ni line chart soyalarni fiksatsiya qilmaydi umuman. Shuning uchun biz grafikga o'tib olib, stop lossni soyadan sal teparoqga nima qilishimiz kerak? Qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Endi kirgan nuqtamizdan e'tibor beringlar. Agar men bundan kirib, ya'ni ikkinchi limitimizga agar bitim kelmaydigan bo'lsa, mana shu oraliqni olamiz stop loss qilib. Stop loss shu va tegan xuddi shunaqa birga bir соотношение bo'ladi. Agar nobodo ikkinchi limitkamizga ham keladigan bo'lsa, bizda stop loss qisqaradi, e'tibor beringlar. Stop loss ikkinchi limitkadan o'lchab olinadi mana bunaqa holatda va tekimiz ham xuddi shunaqa misol birga bir соотношение bo'ladi. Xo'p, menimcha teoriyasini ancha tushunib oldinglar. Endi buni biz realniy bozorda ko'rib sizlar bilan aniqlab chiqamiz. Xo'p, endi o'tilgan strategiyamizning teoriyasini praktikada qo'llab ko'ramiz. Bizga kerak bo'ladigan H4 time frame bor. Xo'p, biz H4 time frame'da sizlar bilan support va resistance zonalarini aniqlab olishimiz kerak-da, esingizda bo'lsa. Xo'p, mana bu zonamizni, ya'ni sap yoki to есть resistance zonasi deb ola olamiz. Mana qarshilik zonasi. Mana shu kelgandan keyin boya aytib o'tdim, A yoki V ko'rinishida. Xuddi shu ko'rinishda, ya'ni откат bo'lyapti, shu joydan qarshilik uchrayapti. Buni birinchi resistance zonasi deb oldim. Va mana buni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu zonamizni, ya'ni qarshilik zonasi, ya'ni support deb oldim. Bu yerdan yana harakatlar bo'lgan, ya'ni supportga. Bu yerda yana ko'rayotgan bo'lsanglar, resistance zonasi turibdi. Mana bu zonani aytaman. Resistance zonasi turibdi. Bundan keyin mana buni ola olamiz, yana resistance zonasi deb. Xo'p, yana tushamiz pastroqga. Bu yerda support deb mana buni luch olganimiz yaxshi. Juda ham qarshilik yaxshi bo'lgan. Buni va bundan keyin mana bu bo'lyapti. Ya'ni bizga явный ko'ringan support yoki resistance zonalari bo'ladi. Kerak bo'ladi. Bularni yoki kichikroq mana bunaqa egilgan holatlarni olmaymiz. Iloj boricha qirra, ya'ni qarshilik juda ham kuchli bo'lgan bo'lishi kerak, как maksimum. Mana buni ham olsak bo'ladi. Xo'p, sizlar bilan ssenariy, ya'ni support va resistance zonalarini aniqlab oldik. H4 time frame'da ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu perioddan bu yog'ini aniqlab olganmiz. Ko'rishingiz mumkin, ya'ni aniqlangan zonani imенно shu chizig'imizdan boshlanyapti. Mana shu zonani olindi, misol bu yoq mana bu zona olindi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, splashni yo'q tortib qo'ymadim. Ya'ni qaysi zonadan olayotgani bilinib turishligi uchun o'sha zonadan boshlab chiziq tortildi. Xo'p, ketdik, yana davom etamiz. Mana bu yerda ham bitta ikkita zonalarimiz bor, ya'ni support, mana bu yerda support deb ola olamiz mana bu zonamizni. Mana buni ham ya'ni support deb ola olamiz. Nima uchun? Ya'ni boyga движение mana shu yerdan juda ham keskin ketgan mana shu yerdan. Shuning uchun mana shuni support zonamiz deb oldik. Xo'p, bundan keyingisini yana mana buni ham demak olsak bo'ladi. Xo'p, aniqlab oldik H4 time frame'da. Endi buni nima qilishimiz kerak? M15 time frame'ga o'tib ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi.
Xo'p, bizda harakat qayerdan boshlandi? Mana bu perioddan, ya'ni to'g'rimi? Mana shu perioddan boshlanyapti. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Boya biz aytib o'tgan kadrimiz, ya'ni bu yerda shakllangan, ya'ni qaysi? Двойной пробой закрепления. Ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Bitta oldingi atkat mana bu yerda. Ko'ryapsizlar? Bitta oldingi atkat va mana bu esa nima bo'lyapti? Ikkinchi atkatimiz bo'lyapti. Xuddi shu zonamizdan, ya'ni 2 marta пробой закрепления pastga, selga nisbatan bo'lyapti. Agar buni mana bunaqa qilib, ya'ni shamchaga o'tkazadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Yaqinlashtiraman hozir. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu harakatni поглощение deb ayta olamiz. Nima uchun? Bu yerda сложный поглощение haqida gap ketyapti. Bitta dona misol uchun shamcha buni yorib qo'yish emas, ya'ni ko'rayotgan bo'lishimiz mumkin. Bu yerda hozir sarolarni, to есть yashil deb olamiz. 1 2 3 4 ta shamchamizni, 1 2 3 4 ta, ya'ni обратный xuddi shuncha shamcha, faqat kattaroq razmerdagi shamchalar yutib yubormoqda. Ko'ryapsizlar? Ya'ni mana bu soyasini ham agar mana bu qismini maksimum bo'lsak, yashil shamchalarni mana bu qismini ya'ni maksimum deb olamiz. Ya'ni mana bu qismini minimum deb olamiz. Mana soyasi kelgan joy. Buni ham nima qilyapti? Shamla yutib yubormoqda. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, bizga поглощение kerak bo'lyapti, to'g'rimi? Поглощение holati bor birinchisida. Okey, ketdik. Va ikkinchi bizda nima bo'lishi kerak? Пробой закрепления kerak. Ya'ni atkat bo'ldi va bu yerga yana nima qilyapti? Badani bilan sham buzib o'tmoqda. Da bu yerda поглощение, ya'ni ko'ra olmayapmiz, ya'ni поглощение bu yerda yo'q. Bu yerda ko'rayotganingizdek, birinchi пробой поглощение bilan bo'ldi, ikkinchisi yana поглощение. Okey. Davom ettiramiz. Xo'p, endi bizda yana kerakli bo'ladigan narsa trend liniya deb aytdim. Bu yerda trend liniya chiroyli bo'lmagan, lekin bozor bizani har doimgidek aytganimizni qilmaydi. Juda ham chiroyli harakat qilib berishga, qo'pol qilib aytgan должен emas. Ko'ryapmiz harakat, lekin mana shu minimumga kecham keldi va imенно shu minimumdan nima qilyapti? Atkat olmoqda. Biz ham ya'ni ochiladigan bitimimiz esingizda bo'lsa 3-пробойdan edi. Hozir men line olaman mana. Birinchi пробой закрепления, ikkinchi пробой закрепления va mana shu yerdan kelgandan keyin 3-точка входа, mana 3-kelgan joydan biz nima qilishimiz kerak edi? Kirishimiz kerak edi. Kirilyapti stop loss. Mana stop lossga e'tibor beringlar, qanaqa qo'yaman. Mana. Обязательно shamchalarga o'tib oldim va ko'rayotgan bo'lsangiz soya ko'ryapsiz. Soyadan sal teparoqga stop loss qo'yilyapti. Va kirgan nuqtamizdan 1/1 соотношение deb e'tibor beringlar. 1/1 соотношение, ya'ni kirgan nuqtamdan stop lossgacha o'lchab oldim. 4115 punkt ekan. Xuddi shu punktni pastga tushirib, ya'ni mana 4115 edi. Mana 4115 punktda men nima qilaman? Take profit qo'yib qo'yaman. Mana. Take profitimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Bu faqatgina birinchi точка входа bo'lganligi uchun shunaqa deb oldim. Agar nombodo bu harakatimiz mana bunday harakatlar bilan, ya'ni ikkinchi limitkamizga keladigan bo'lganida edi, bizda take profitda joyi o'zgarardi, to'g'rimi? Mana holat qilib olaylik. Mana bu holatga agar kelganida edi, ikkinchi limitkamiz ishga tushgan bo'lardi va stop loss ko'rishingiz mumkin. O'sha ikkinchi limitkamizdan sal yaqinroq bo'ladi. Xuddi shu joydan o'lchanib, ya'ni misol uchun take profitimiz приблизительно mana mamtligiga kelgan bo'lar edi. Shu narsani esingizdan chiqarmanglar. Ya'ni ikkinchi limitga ishladimi, tekilar ham o'zgaradi. Buni tushunib oldik. Bu harakatni ko'rib chiqdingizlar bilan endi qolgan harakatlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni yana bizda keyingi zonalarimizni ko'rib chiqamiz qanaqa ishlagan. Davom etamiz. Xo'p, bizda ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkinchi ya'ni harakatimiz bor, ya'ni support, ya'ni qo'llab-quvvatlash. Bu yoqda ham ko'rishingiz mumkin. Imенно shu darajamizdan, ya'ni keldi, narx nima bo'lyapti? Yorildi va ikkinchi marta ko'rishingiz mumkin, yorilmoqda. Xuddi shu harakat nima qildi? O'zini oqlayapti, ya'ni пробой закрепления. Esingizda bo'lsa, 3-harakat ushlashimiz kerak edi. Bu yoqda 3-harakat bizga bozor katta ehtimol bilan yo'q bermagan. Bermasdan nima qilyapti? Shunchaki harakatlanib ketyapti balga. Bunaqa holatda ikki xil точка входа bor, ya'ni bu yoqda razmomdagi impulsli svecha bilan buzib o'tyaptimi? Kichikroq risk bilan mana shu yerda по рынку, ya'ni bozor bo'ylab kirish strategiyamizda bor. Agar yo'q, men bunaqa risk qilmayman deydigan bo'lsanglar, bu bitimni o'tkazib olishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni stop loss mana bitta, tek misol 1/1 bo'ladigan bo'lsa, mencha tek 1/1 ham 1/2 ga bormabdi, 1/1 ishlab bergan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Точка входа bermadi sizlarga. Mamtdan misol uchun parinko kirganlar kirdi, kirmaganlar bu bitimni o'tkazib olishga to'g'ri keladi. E'tibor beramiz. Mana shu bizda support edi. Ya'ni qo'llab-quvvatlash zonasi edi. Yana shu joyga kelgandan keyin biz nima ko'rishimiz kerak? Kadr esingizda bor, двойной пробой закрепления.
keldi. Imенно shu zonamizda nima yasayapti? Ko'rishingiz mumkin. W formatsiyasini yasayapti. W formatsiyasi, e'tibor beringlar. Bizda bitta qarshilik zonamiz bor. Da kichkina. Bunaqa holatni ham biz olsak bo'ladi. Ya'ni atkat bo'ldimi? Все, bizga hisob. Пробой закрепление bo'ldi va ikkinchisi, e'tibor beringlar, mana men buni olmayman. Nima uchun? Chunki bitta oldingi maksimumimiz bor. Shuning bilan уже ikkinchi пробой закрепление deb olsam bo'ladi. Bitta yordi пробой закрепление, mana bu esa ikkinchi пробой закрепление bo'ldi. Xo'p, endi shamchalarga o'tib olaman. Menga nima kerak edi? Поглощение kerak edi. Qaraymiz. Bizda поглощение bormi? Imенно shu zonalarimizda. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu qizil shamchani, mana bu yashil shamcha yutib yubormoqda. Da birinchisini o'zi emas, mana ikkitasini hisobga olsak, ikkalasi yutib yubormoqda. Okey. Bu yerda уже bizda подтверждение bor. Boyaga nisbatan buni buzdi. Bundan keyin kirish nuqtamizda hop line ga o'tib olamiz. Line ga o'tsak, mana bu joyi bizda kirish nuqtamiz bo'ladi. Birinchi пробой закрепление, ikkinchi пробой закрепление bo'ldi. Endi bu yerda bozor menimcha katta ehtimol bilan shans berdi. Ozgina yetmay qolgan holati bor. Bu yerda пробой закрепление bo'lgandan keyin mana bu holatdan, ya'ni biz ushlab olishimiz kerak bo'lardi mana. Ya'ni mana buni yorib o'tdi va e'tibor beringlar, qayerdan ketyapti. Bu shamchamiz imенно agar limitga qo'yadigan bo'lsak, limitga kelyapti. Agar parinka ochadigan bo'lsak, deyarli hech qancha zarar bo'lmadi va sirazi foydaga qarab harakatlanishni boshladi. Xo'p, e'tibor beringlar, bu yerda faqat birinchi limitkamiz ishladi. Ikkinchisiga yetib kelmadi. Demak, bizda stop loss va take profit qanaqa olamiz? E'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana bu bitta eng pastki nuqtamiz. Juda ham chiroyli shakllangan shamni ko'ryapsizlar, soyasini. Bu agar line ga oladigan bo'lsak ko'rinmaydi. Men o'shaning uchun aytib o'tdim. Stop loss yoki take qo'yayotganda обязательно свечной grafikka o'tib olinglar. Mana bu soyalar ko'rinib turishi kerak. Shuni pastrog'iga qo'yildi. Xo'p, endi kirgan nuqtamiz mana bu yerdan edi. O'lchadik. 2230. Biz qancha qo'yamiz? 2230, yana xuddi shu razmerda qo'yamiz. Приблизительно mana bunga kelyapti. Tekimizni oldi. Все, muammo yo'q. Endi buni qachon biza udalit qilamiz? Qachon? Bu qachonki buni buzib o'tgandan keyin. E'tibor beringlar shu narsaga. Qaranglar, yana mana shu sapir zonamizdan bu yerda ishlab oldik va eng qizig'i yana qaytib kelyapti. Tepadagi resistance zonamizga hali yetib bormadi. Tepada mana uzoqda ekan, juda ham unga hali yetib bormadi. Biz topganimiz mana shu edi. Mana shunda yana kelib, yana boyagi mana bu kadr bo'lishini nima qilamiz? Kutamiz. Xo'p, e'tibor beringlar. Mana bu yerda kelyapti va bu yerda primoy chiqib ketyapti. Mana bu holatni biz olmaymiz. Chunki bu yerda normalniy atkat yo'q. O'shaning uchun men bu holat olmadim. Olinadigan mana bu atkatni ola olaman. Mana bu atkat. Birinchi atkat mana. Birinchi yordi va bizga nima kerak edi? Двойной, ya'ni пробой закрепление двойной, ya'ni mana buni ham yorib o'tish kerak edi. Buni yorib o'ta olmadi. Ko'ryapsizlar, bunaqa paytda bizda bitim yo'q. Aziz do'stlar, shoshmanglar shunaqa paytlarda. Bizga juda ham chiroyli kadr kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa mana bunaqa holatlarda поглощениялар shakllangan bo'lish kerak, trend liniyamizga kelgan bo'lish kerak. Shu holatlarga e'tibor bersanglar, ya'ni soxta mana bunaqa точка входlarni o'tkazib olishinglar kerak bo'ladi. Bu yerda bitim yo'q, bilib oldik va qaytib tushib keldi. Yana mana shu zonamizda nima qilyapti? Yana kirish nuqtasini berib ketyapti. Ya'ni qanaqasiga? Xo'p, bu yerda to'g'ri mana bunaqasiga yoki bu juda ham katta harakat bilan ketgan, ya'ni atkat teparoqda bo'lyapti. Biz lekin bundan oldin bilishimiz mumkinki, mana bundan oldingi atkatlarimiz bor mana. Bu birinchi atkatimiz, e'tibor beringlar. Va mana bu nechinchi, уже ikkinchi atkatimiz bor. Buni holatlardan biz olsak bo'ladi. Ya'ni o'zi, ya'ni mana bunaqasiga aytaman, o'tda mana harakat qilmagan bo'lsa ham bunaqa holat yo'q, misol uchun tasavvur qilamiz. Holat mana bu ko'rinishda bo'lyapti. Bunday tushib kelyapti, deb primoy chiqib ketyapti. Biz bunaqa holatda ham olishimiz mumkin. Ya'ni двойной yorilish kerak. Ya'ni buni ham yorish kerak va bundan oldingi minimum to'chkamizni ham badanmani yorish kerak. Shunaqa paytda biz двойной yorilgan deb olamiz. Chunki bu yerda ham nima bor? Atkatlarimiz bor. Bu atkatlarni yorib chiqib o'tib ketmoqda. Xuddi shu kadr bu yerda bo'lib o'tdi. Switchnoyga o'tamiz. Xo'p, switchnoyda ham bizga nima kerak edi? Men поглощение deb bekorga etib o'tib ketmayapman. Qizil shamchamizni, mana bu yashil shamcha ikkitasi yutib o'tib ketdi, yutyapti mana. Общий oladigan bo'lsak, mana bu atkatimizni общий oladigan bo'lsak, polni yutildi. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, bizda line oladigan bo'lsak, mana bu joydan buzib, ya'ni tepada yopilishi. Mana bu shamchi buzib tepada yopilyapti. Yoki bu, farqi yo'q. Xo'p, bu yerda точка входа beryapti, ya'ni ko'ryapsizlar. Men o'shaning uchun aytayapman, limitkani prям bu yoqqa taqab qo'yish xatoroq. Nima uchun? Chunki juda ham ko'p holatlarda kelmasligi mumkin. Kelmasdan ketib yuborish holati bo'lishi mumkin. Men o'shaning uchun lutchi raz mana bu yerdan olinyaptimi? Mana bu tochkadan olinyaptimi? Shu tochkaga qarayman. Bu yerda misol shamcha mana bu bo'ladigan bo'lsa, shu shamchani
soyasiga limitga qo'yib qo'ygan yaxshi. Agar mana bunaqa qilib badalmani yorib o'tib ketgan bo'lsa, shunaqa holat bo'ladi. Bu yerda limitkamiz birimiz ishga tushadi. Mana bu yerda esa limitga 2, to'g'rimi? Mana limitga 2 mana bu yerda qo'yilyapti. Limitga 1, limitga 2. Keldi, ishga tushdi, ketdi. Agar biz stop loss qo'yishni bilamiz, stop loss ya'ni momentdan точка входа bo'lsa, mana soyasini pastroqga qo'yilardi. 1.7 emas, 1.8 ishladi joy bu. Agar bunga keladigan bo'lganimizda bizani tekimiz o'zgarardi, esingizda bor. Ya'ni men stop lossgacha bo'lgan masofani o'lchayman va shunga qarab take profit qo'yaman. Bunga yetib kelmadi, ketdi, uchib ketdi. Okay. Bu ham bizda juda ham chiroyli kadr bo'lib ishlab berdi. Agar sizga bu strategiya yoqqan bo'lsa va shunga o'xshash professional yondashuvlarni chuqur o'rganib, moliya bozorlarida erkin savdo qilishni tizimli yondashuv orqali professional o'rganishni xohlasangiz, ekranda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bizning menejerlarimiz sizga o'quv kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot berishadi. Xo'p, line ga yana oldim va yana davom etamiz. Bizda hali bor. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu tochkamiz. E'tibor beringlar, qanaqa bizga точка входа beryapti. Men eslatib o'tdim boya, agar mabodo bu yerda kadrimiz mana holatda bo'lmasa, пробой закрепление bo'lmayotgan bo'lsa, nicho strashного, biz bundan oldingi пробой закреплениyalarni yorganini ham hisobga ola olamiz dedim. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi пробой закрепление, mana bu esa ikkinchi nima? пробой закрепление bo'lyapti. Endi Switchniga o'tayman, ikkalasini ham nima qilyapti? Bitta shamcha hal qilyapti. To есть buni ham yorib o'tib ketdi. Ham bizga nima kerak edi? Поглощение. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli поглощение harakati bo'lgan. Ya'ni buni minimumni ham yopib ketdi, maksimumni ham nima qildi? Badalmani yopib ketdi. Va juda ham chiroyli limitkamizga kelib ketmoqda. E'tibor beringlar, bizda limitga qarab turardi. Mana limitga deb oladigan bo'lsak, mana qizil chizig'imizni. Bu yorildi, mana limitga qo'yildi, juda chiroyli limitga keldi va ishladi. Ham support zonamiz bor. Ham W yasadi, ham поглощение bo'ldi, ham bizda nima bo'ldi? Qonun qoidamiz bo'yicha двойной пробой закрепления. Bu qarshiligimizni ham yordi, bu qarshiligimizni ham yorib tepada yopildi. Ham поглощение bo'ldi. Juda chiroyli harakat keldi, o'zini оправдать qildi, stop loss tagida turadi, 1 yoki 1.2 ishlab berdi. Juda chiroyli. Xo'p, davom etamiz. Bizda 3 ta yoki 4 ta точка входа bo'ldi, hammasi foydada chiqdi. Bu degani hammasi 100% foyda chiqadi degani emas, riskimizga обязательно demak amal qilishimiz kerak. Ya'ni mana bu holatlarda. E'tibor beringlar shunaqa holatlarga. Yana shu zonamizga keldi. Bizda esingizda bor. Bizda xuddi shu zonaga keldimi? Bizning kadrimiz, ya'ni bizning ssenariyimiz bo'yicha bozor shakllanyaptimi? Biz точка входа qilamiz. Bunaqa shakllanmayaptimi? Biz точка входа qilmaymiz. Xo'p, bu zonamizni nima qildi? Shunchaki yorib pastga oqib ketdi. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkinki, bizda support zonamiz agar mabodo yoriladigan bo'lsa, rezistansga aylanib qoladi. Ya'ni qarshilik zonasiga aylanib qoladi. Shuni esdan chiqarishimiz kerak emas. Xo'p, bu yerda ko'ramiz, lekin bizda kadrimiz yo'q. Ya'ni двойной пробой закрепление yorib, ham bitta, ham ikkinchi martalab yorilgan, ya'ni kadrimiz yo'q. Mana bu ko'rinishda misol uchun, mana kadr yo'q. Yo'q bu yerda. Primoy yorib ketyapti. Buni payt lutchi o'tkazib yuboringlar. Lutchi o'tkazib yuboringlar. Okay, bunaqa holatlarni o'sha olish uchun opit kerak bo'ladi. Keyinchalik opit yig'ilgandan keyin bemalol ishlasak bo'ladi. Xo'p, supportimiz ketyapti, rezistansga aylangan, e'tibor beringlar. Bu yerda harakat bor, lekin imini bu yoqqa yetib kelmadi. Bozorda shunaqa harakatlar borki, ya'ni misol uchun mana shu zonamizni support deb oladigan bo'lsak, supportga yetmasdan yoki supportni ozgina buzgan holat teparoqlarida harakatlar bo'lib, keyin ketish ehtimoli bo'ladi selga. Shuni ham inobatga olinglar. Bozor bizga должен emas, imini shu joyidan kelib bizga o'sha formatsiyani yasab ketishga, o'shaning uchun biz bozorni his qilishimiz kerak. Shu atrofdan ham demak, ya'ni aytgan kadrimiz bo'ladigan bo'lsa, точка входа qilsak bo'ladigan bo'ladi. Ko'ryapmiz, bu yerda nima bo'lyapti? Faqat maksimumlar yangilanib ketyapti, Bu yerda ko'ryapmiz, maksimum уже yangilanmayapti. Mana men bundan oladigan bo'lsam, mana maksimum yangilanmayapti, faqat nima qildi? Minimum yangilanyapti mana. Двойной пробой закрепление bo'lyapti. Ya'ni buni yordi, keldi, ko'rayotgan bo'lsanglar, buni yoryapti. Bundan keyin harakat juda ham pastda bo'lib ketdi va buni nima qilib yoryapti mana. Точка входamiz har doimgidek, agar bu yerdan ham kira oladigan bo'lganimizda, mana switchniga o'tdik. Buni yorish kerak edi, buni yorib o'tdi. Oladigan bo'lsak, ikkinchi limitkamizni ham olyapti. Stopimiz bu yoqda bo'lgan, line bo'yicha. Xo'p, bu yerda lutchi qo'yib yorganimiz yaxshi. Nima uchun? Chunki juda ham oralari juda ham katta bo'lib ketyapti. Punkt jihatidan juda ham katta bo'lib ketyapti. Bu yerda ham ishlab berganda, все равно men o'ylayman, qonun qoidalarimizga 100% to'g'ri kelmayapti.
Ha, xonaqodagi uncha to'g'ri kelmadi. Lutchi bu yerda qo'yib olganimiz yaxshi ekan. Davom etamiz. Yana keldi, nima bo'ldi? Sapper zonamizni shunchaki buzib o'tib ketyapti. Buzib o'tib ketdimi? Bo'ldi. Bu rezistansga aylandi. Bizda kadr yo'q, ya'ni selga 2 martalab buzish kerak edi. Biz kutgan holat mana zonaga kelgandan keyin yonmag'izga proboy zakreplение pastga bo'lish kerak edi. Bu holat kuzatilmadimi? Buni qo'yib yuboramiz. Bo'ldi. Mana bu yerdan nima bo'lyapti? Keyingi точка входamizni aniqlayapmiz. Ya'ni bu bizda nima bo'ldi? Resistance zonamiz bo'ldi. Bu yerga kelishini kutishimiz kerak edi. Kelmadi. Bu yerda ikkinchi resistance zonamiz bor. Xo'p, ketdik yana. Mana. Boyaga aniqlagan zonamizda, ya'ni bizga resistance zona bo'lib harakatlanyapti. To есть ishlab berdi. E'tibor beringlar. Bizga поглощение kerak edi. Поглощение bu yerda 100% yo'q, chunki men qizil soyasi o'tib ketgan va bu yerda qarshilik zonalarimizni nima qilyapti? Juda ham balandda yorib o'tyapti, juda ham baland. Harakat juda ham katta. Shuning uchun lutchi bilan payt kirmagan yaxshi. Kadrimiz iloji boricha mana shu joyda bo'lishi kerak, mana shu joyda. Chiqib ketib, mamutda shakllansa lutchi kirmagan yaxshi. Sizlar mamutda kirishingiz kerak edi. Bunaqa holat sizlarga bermadimi? Bo'ldi, o'tkazib yuboringlar. Xo'p, mana mamutdagi holat ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli keldi. Bozor bu yo'g'ini biz ko'rmaymiz, sizlar bilishinglar mumkin, ko'rmaymiz. Keldi, bitta harakatimiz bor, ya'ni bayga, to'g'rimi? Va ikkinchi harakatimiz yo'q. E'tibor beringlar. Yo'q, ya'ni buni ham yorish kerak edi, nima qildi? Yora olmadi. Buna paytda mana flat bo'lyapti. Yora olmadi, selga yorib yubordi. Tushunishinglar mumkin bu narsani, ya'ni supportdan rezistansga o'tyapti bu. Qo'llab-quvvatlashdan qarshilikka o'tib ketyapti. Bunda ham kirib oladigan tochkalarimiz bor, ya'ni ko'rishimiz mumkin. Mana bunaqasiga oladigan bo'lsak, birinchi proboy bor, ko'rayotgan bo'lsanglar, bu birinchi proboy. Mana bu ikkinchi proboy bo'ladi. Mana bu uje ikkinchi proboy bo'ladi. Ko'ramiz, bu holatda поглощениemiz bor bizda. Da, поглощение bor, lekin juda ham chiroyli deb aytolmayman, chunki men soyalar chiqib ketgan. Bitta shamcha hal qilyapti. Da, bu yerda uje sal riski kattaroq bo'ladi kirish uchun, lekin bildik, что support buzilib rezistansga aylanganini. Lekin bu yerda o'zini operatasi qilgan. Buni bu yerda uje opit bilan kirish kerak bo'ladi, lekin bizning ssenariyimiz bo'yicha yorgan qildi. Двойной пробой закрепление bo'ldi. Bu yerdan kirish kerak bo'ladi risk bilan, lekin bizga точка входа bermadi. Yo'q, bu yerda bergan ekan, qaranglar, e'tibor beringlar. Двойной пробой закрепление va qaytib keldi, shu zonamizdan nima qildi? Ketdi. Chiroyli, juda ham chiroyli harakat. Mayli, ketdik, davom etamiz. Zonamiz bor. Zonamizdan harakatga e'tibor beringlar, qanaqa bo'lyapti. Birinchi proboyimiz bor, bitta откатdan yorib o'tdi va mana bu ikkinchi proboyimiz bor. Ko'ryapsizlar? Lekin точка входа berdimi? Yo'q, bermadi. Bu yerda liba parinka kirasizlar, liba o'tkazib yuborasizlar. Xo'p, поглощение kerak edi. Поглощение bormi? Bor. Ya'ni bitta qizil svechani ikkita yashil svech yutib yuboryapti. E'tibor beringlar, sizlar поглощение qanaqa o'tgansizlar bilmayman, lekin shunaqa narsa borki, поглощениеning o'zi juda ham ko'p turlarga bo'linadi. Bu yerda сложный поглощение, ya'ni murakkablashtirilgan поглощение bor. Qizillar ikkita yashil shamchi birdaniga yutib yubormoqda. Ya'ni minimumi ham yashillik pastroqda, maksimumi ham, ya'ni badani bilan yashillikni buzib o'tib ketgan. Shuning uchun men buni yutib yuborish поглощение deb olman. Shunga e'tibor beringlar. Xo'p, davom etamiz yana. Bizda holat ketyapti. Ko'ryapsizlar, ushlagan joyimiz juda ham chiroyli. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar, line-da imенно ketyapti. Faqat nima qilyapti? Пробой закрепление. Faqat shu holat. Biz mana shunday holatda bitta ushlab olgan holatimizda, ya'ni mana shundan buy kirganimizda, take profit stop loss aniq. Lekin ya'ni bozor ketayotganini bilsak, take profitni surib, stop lossni save bu holatiga olib kelib ishlab ketsak bo'ladi. Ya'ni qachongacha ketyaptimi? Qachonki bundan oldingi mana bitta minimumni yoryapti, to'g'rimi? Yoryapti va yana bir marta yorganini nima qilyapti? Yormoqda. Proboy закрепление 2 martalab bo'ldi. Mana shu holatda biza bayimizni yopib, ya'ni sellga harakat qilsak bo'ladigan holat bo'lyapti. Ko'rasizlar? Line-ga обязательно o'tib olish kerak bo'ladi buning uchun va bu holatda biz nima qidirishimiz kerak? Sellga bo'ladigan bo'lsa, sellga поглощениеni qidirishimiz kerak bo'ladi. Switchnoga o'tdik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, nima turibdi? Juda chiroyli поглощение turibdi. Двойной пробой закрепления bor, поглощение bor. Menimcha точка входа qilsak bo'ladi bu yoqda. Точка входani e'tibor beringlar, qatdan men qo'yganman. Prямо shu limitga, ya'ni soyasi, to есть badaniga tortmayapman. E'tibor beringlar, mana bu narsa bizga muhim. Mana bu. O'sha откатdagi soyasi, ya'ni откат qilgandan keyin switchnoy grafik o'tib olamiz va buni soyasiga imенно shu yoqqa olib kelsak, mana bu yerdagi harakatlarni qaranglar, qanaqa juda ham chiroyli harakat shu yoqqa kelib, ya'ni ketayotgan harakatda ozgina yetmagan, no. Все равно shu yerga harakat bo'lgan, ko'ryapsizlar. Yana ham aniqroq точка входа bo'ladi bu yerda. Xo'p, ikkinchi точка входamiz mana bu bo'ladi.
bunga yetib kelmagan. Mana shu o'zidan liba yorib o'tgani bilan sразу mana bundan parinko kirsak bo'ladigan holat. Agar yo'q degan bo'lsa, mana limitkani kutishimiz kerak bo'ladi. Ketdik. Bu endi qachon yopiladi? E'tibor beringlar. Tek profil qo'yib qo'ydinglar, muammo emas. Xo'p, 1 ga 2 qilib yoki bilmadim, как вам удобно risk managementga amal qilasizlar обязательно. Misol bu yerdan точка входа qiladigan bo'lsak, mana bu stop lossimiz bo'lsa, stop lossni e'tibor beringlar, switchnoyga o'tdim, soyasini teparog'iga qo'ydim. 1 ga 1 соотношение edi, mana bu yerda bo'lyapti. Xo'p, olindi, mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, shu zonamizdan ko'rayotgan bo'lsanglar, ham W ham двойной пробой закрепления. И men switchnoyga o'taman, поглощение bormi? Ну да, bu yerda unaqa поглощение ko'rmayapman. O'shaning uchun harakat unaqa zo'r ham bo'lmagan. Lekin mana shu o'zidan ham ishlab oladigan holat bo'lgan. Ya'ni mana bu yerdan mana birinchi пробой закрепление bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda bizda keyingi nimamiz bor edi. Zonamiz, ya'ni supportniki, support zonasi. Da, support zonasi mana shu chizib qo'ygan ekanmiz. Endi e'tibor beringlar, men aytib o'tdim yuqorida, ya'ni imенно shu zonamizdan kelib qaytishga bizga bozor majbur emas. Bundan sal teparoqda ham bo'lishi mumkin. Mana shu kadr bizga qidirayotgan kadr. Va bundan sal pastroqda ham bo'lishi mumkin. Imенно shu zonadan bo'ladi. Mana misol shu atrofdan bo'ladi deb aytilyapti. Aynan mana shu chizib qo'ygan chizig'imizdan emas. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Keldi va shu zonadan mas'ul sal pastroqdan xuddi bizga xohlayotgan kadrni beryapti. Ya'ni qanaqa edi? Двойной пробой закрепления bo'lyapti. 2 martalab yorish narxni. Ya'ni narxni 2 martalab yorib o'tyapti bayga nisbatan. Ko'rishingiz mumkin, mana birinchisi, mana bu ikkinchisi. Yordi, все, okey, juda ham chiroyli harakat. Bizga поглощение kerak edi. Поглощение da mana bu ozgina нарушениеli поглощение bo'lib qopti. Nичего страшного, ketdi. Ikkinchi пробой ham yana nima bo'lyapti? Поглощение bo'lyapti. Поглощение bo'ldi, narx keldi. Birinchi ham, ikkinchi ham limitkamizni oldi, e'tibor beringlar. Birni ham, ikkini ham oldi. Buna paytda bizda tek o'zgaradi, xabaringlar bor. Mana misol uchun buni stop loss mana bu yerda bo'ladigan bo'lsa, точка входamiz mana bu yerda bo'lyapti. Ya'ni ikkinchi limitkamizni ham oldi, birni ham oldi. Stop loss bu yerga bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan hisoblaymiz orasini, ya'ni ikkinchi точка входamiz qancha bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu choqqa nima qilamiz? Tek qo'yib qo'yishimiz kerak. Endi e'tibor beringlar, men shuni aytib o'tmoqchimanki, maksimumlar yangilanib ketyaptimi, ya'ni minimumlar yangilanmayaptimi? Tek profitinglarni safe bu holatda ushlasanglar bo'ladi. Safe bu holatida. Ketyaptimi, bozor shunchaki qo'yib beringlar. Qachonki bizga обратный, ya'ni mana bu holat, ya'ni misol mana двойной nima bo'lish kerak edi? Sellga двойной пробой закрепления bo'lmagunigacha qo'yib bersanglar bo'ladigan holat. Da, bu yerda bunaqa ko'p holat bo'lmagan, но все равно 1 ga 2 ishlab olsa bo'ladi deb o'ylayapman. Chunki mana bu yerda bo'lyapti buzilgan holat. Mana bu yerda yopmayapsizlar-da, sal teparoqda yopasiz ko'proq foyda bilan. Buni tushunarli, buni ham bu yerdan ham ishlab oladigan holat bo'lgan, ketdik va mana bu holat. Yana bizda ya'ni atkat bo'lgan holatdan olyapti. Imенно shu joyiga qaranglar, e'tibor beringlar, qanaqa bo'lyapti. Sal pastroqdan двойной пробой закрепления bo'ldi. Men chizib o'tishim shart emas. Tushunarli, 2 marta yorildi va narx keldi, limitkamizni oldi. Ikkala limitkamizni ham olgan. Switchnoyga o'taman. Bu yerga bizga поглощение kerak bo'lardi. E'tibor beringlar, поглощение bor. Qizilni yashil yutib yuboryapti. Ikkalasi, ikkita yashil, bitta qilib yutib yuborgan. Va yana qaytib keldi. Двойной пробой. Mana buni oladigan bo'lsak, bu ikkinchisi bo'lyapti. Juda ham bir-biriga yaqin. Buni ham bu yerda уже поглощение yo'q. E'tibor beringlar. Поглощение yo'q. Mana bu yerda bor ekanda. Qizilni ikkita yashil yutib yuboryapti. Ya'ni soyalar bilan birga. Maksimumlar bir xil bo'lib qoldi deyarli. Xo'p, nичего страшного. Ketdik va bu yerdan nima qilyapti? Yana поглощение berib ketyapti bu yerda. E'tibor beringlar. Yana поглощение uverenroq kiradigan nuqta. Juda ham qaranglar. Поглощениесі bor bo'lsa, qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bayga nisbatan bo'lsa, bayga, selga nisbatan bo'lsa, selga. Harakat juda ham qanaqa impulsli bo'lyapti. Impulsli. Shunga ham biz e'tibor berishimiz kerak. Bu strategiyamizga поглощениені qo'shib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bitim ochildi. E'tibor beringlar, minimumlar yangilanyaptimi? Yo'q. Minimumlar yangilanmayapti. Faqat nima qilyapti? Maksimumlar yangilanyapti. Qo'yib beringlar bozorga, qachonki minimumlarni 2 martalab yangilansa, misol mana bitta bir marta yangilangan, keyin yangilamagan. Yana yangilab ketyapti. Faqat maksimum yangilab ketyapti. Mana bu holatda mana sell, mana bitta oldingi minimumni yangiladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar va bundan oldingi minimumni nima qildi? Yangiladi. Двойной пробой закрепления. Mana shu yerda sizlar baylarni yopsanglar bo'ladi. Bay yopildi, bu yerdan o'sha sellga harakat qilsanglar bo'ladi. Agar поглощение ko'rsanglar. Da, bu yerda поглощение sal o'tkazib yuborgan, но все равно bu ham ishlab bergan. Birga bir tekini berib ketyapti. Xo'p, strategiyamiz shundan iborat. Qolganini menimcha ko'rishimiz shart emas, chunki hammasi juda ham chiroyli o'zini apparatasi qilyapti. No все равно bu yerda stop lossli holatlar bo'lishi mumkin, e'tibor beringlar. Shunaqangi точка входа qilishinglar kerakki, sizlarda agar ikkita limit kelib ham stop oladigan bo'lsa, kapitallardan faqatgina 1% gina daromad yo'qotishinglar kerak. 1%. Risk managementga amal qilsanglar, albatta strategiya
juda ham ko'p strategiya, deyarli hammasi sizlarni plyusga olib chiqib ketadi. Faqat risk managementga обязательно rioya qilish kerak. Bir dona, ya'ni bitimni kerakli bitim deb olish kerak emas. Chunki nima uchun? Bitta dona bitimga ishonib qolish bu chiroyli yakunga olib kelmaydi. O'shaning uchun e'tibor beringlar. Har bitta qilinayotgan risklarga e'tiborliroq bo'lib, bitim ochishlarni maslahat berardim. Strategiya hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Tushunmagan joylar bo'lsa savollar yo'llanglar, javob beramiz, muammosi yo'q. Hammaga rahmat ishtirokinglar uchun. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Kommentariyada bundan keyin bizning kanalimizda qaysi mavzulardagi darsliklarni ko'rishni xohlashingizni yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda yana ko'plab real va foydali strategiyalarni ko'rsatamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Siz bilan Uranus o'quv markazining professional mentori Sardor Qurbonqulov bo'ldi. Ko'rishguncha savdolaringizda doim tek profitlarga to'la bo'lsin.